Chongji Quruq shahri yilsida Simayi haqiqatan Zhuguliangning oldam xaltasiga tushib ketdimi. Quruq shahri yilsida Zhuguliang Simayini bakarak tushangashga mushilini ishlatdimi yoki Simayi Zhuguliangni bakarak tushangashgimi? Endi bu 4 klassik asarning birisi bo'lgan uch parchalik haqida qissani nurg'unlar yoqtiramiz. Masalan, buning ichida donishmanlar qatorida hammadan bak Zhuguliang bilan Simayining funksiyalari bak ko'p. Shuning uchun bularning orasida Zhuguliang yomami Simayi deydiganlarni nihoyat ko'p. Shuning uchun bu yerda Simayining tarjimalini Simayining bir tushuntirilishini to'liq mazmun qilib tayyorladim. Bu mazmun ham yarim soatdan uzoq mazmun bo'lganligi uchun bevosita asqilomg'ashqa ostidagi qaytunji davodiga ulanmaga esib qo'ydim. Hamda bu mazmunimni nurg'un qatim yo'lladim, chunki nurg'un tek anglamagan, nurg'un setib olmaganlar borga. Shuning uchun bo'lsa, dax yurakni bir anglab bo'lgan do'stlar bo'lsanglar, o'zinglarni bir xoping qilib pinglinchiga mana qarab so'zlab deb bir yezib qo'ysanglar. Undan keyin bir 3-4 qo'yma puli yo'q. Buni setib olish qilib chidamaydigan do'stlarimiz, bir pinglin qilmasanglar, mayli lo'lyaninglar isrof qilib chidaganlar, yoqtirdiganlar anglasa bo'ladi. Ostidagi qaytunji davodiga ularni setib olsanglar bo'ldi. Rahmat.